Assalomu alaykum hurmatli brifing ishtirokchilari. 2025-yilning birinchi choragi davomida tumanda ijtimoiy sohada amalga oshirilgan ishlar to'g'risida qisqacha hisobot bersam. Tumanda yoshlar balansini shakllantirish maqsadida 31 ta mahallalarda xatlov o'tkazilib, 20.990 nafar yoshlar ro'yxatlari shakllantirilib, ularni kasb hunari va chet tillariga o'rgatish, bandligini ta'minlash hamda bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish va manzilli ishlash bo'yicha joriy yilning birinchi choragida quyidagi ishlar amalga oshirildi. Demak, yoshlar balansi asosida 235 nafar ishsiz yoshlar bo'yicha mahallar kesimida fuqaroboy yoshlar bandligi dasturlari ishlab chiqilib, tasdiqlandi va amalga oshirilmoqda. Yoshlar bandligini dasturlardan kelib chiqib, birinchi chorak davomida 60 nafar ishsiz yoshlarning bandligi ta'minlanishiga erishildi. Ijtimoiy himoyaga muhtoj 58 nafar yoshlarga yoshlar daftari orqali 332 million so'mlik ijtimoiy iqtisodiy yordamlar ko'rsatildi. Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash maqsadida yoshlar yetakchilari tomonidan mahallarda 337 dan ortiq tadbirlar o'tkazilib, qariyb 4000 nafardan ortiq yoshlar ushbu tadbirlarga jalb etildi. Shuningdek, 2025-yilning birinchi mavsumi doirasida 10 nafar yoshlar Jasorat maktabi tashkil etilib, uyushmagan yoshlarni harbiy xizmatga bo'lgan qiziqishlari yanada orttirilishiga erishildi. Bundan tashqari, tumanning har bir mahallasidan harbiy xizmatga borish istagidagi 5 nafardan yoshlarning ro'yxati shakllantirilib, tuman bo'yicha 120 nafar yoshlar muddatli harbiy xizmatga jalb etildi. Tumanda 2025-yilning o'tgan davri davomida huquqni muhofaza qiluvchi davlat idoralarining shahar tumanlardagi mutasaddi soha vakillari bilan hamkorlikda yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularning huquqiy savodxonligini oshirish, ular o'rtasida huquqbuzarliklarni oldini olishga qaratilgan jami 5 ta loyiha va tadbirlar amalga oshirilib, ularda 850 nafar yoshlar qamrab olindi. Tumanda kitobxonlikni rivojlantirish maqsadida Zakovat intellektual musobaqasining amalga mahalla bosqichlari o'tkazilib, 1695 nafar yoshlarning ishtiroki ta'minlanishiga erishildi. Mutolaa loyihasi orqali 1800 nafar yoshlar qamrab olinib, ular tomonidan 7109 ta audio va elektron kitoblar o'qilmoqda. Bundan tashqari, 5 tashabbus olimpiadasi doirasida hozirgi kunga qadar yosh musavvirlar, string workout, shaxmat, shashka, gandbol musobaqalarining mahalla sektor bosqichlari o'tkazilib, jami 15769 nafar yoshlarning qamrab olindi. Shuningdek, yoshlar o'rtasida futbolning ommalashtirish maqsadida o'tkazib kelinayotgan futbol bo'yicha DXX kubogi musobaqalariga ishtirok etish istagini bildirgan yoshlarning talablari to'liq shakllantirilishiga erishildi. Yoshlarni xorijiy til va zamonaviy kasblarga o'qitish orqali Ibrat farzandlari loyihasi doirasida 7000 dan ortiq yoshlar 23 ta xorijiy tillarni o'zlashtirishga erishildi. Qolaversa, yoshlar xorijiy tillar bo'yicha xalqaro imtihon tizimlaridan C1 darajasidagi sertifikatga ega bo'lgan 25 nafar yoshlarga 48 million so'm imtihon topshirish xarajlari ham hattoki qoplab berildi. Bugungi kunda tumanda jami 52 ta umumta'lim maktabi va bitta ixtisoslashtirilgan umumta'lim muassasasi mavjud bo'lib, jami o'quvchilar soni 13585 nafarni tashkil etadi. 2024-2025 o'quv yilida 780 nafar bitiruvchilardan 738 nafari, bu foizga nisbatan 94.6% tashkil etyapti, oliy ta'lim muassasasiga hujjat topshirish istagini bildirgan. Oliy ta'lim muassasasiga kirish imtihoni ehtimoli yuqori bo'lgan qolgan 30% o'quvchilar kasbga yo'naltirilib, professional ta'limga jalb etish choralari ko'rilmoqda. Sport maktabida 2025-yil kalendar rejasiga asosan hozirgi kunga qadar jami 21 ta sport turlaridan musobaqalar o'tkazilib, 1711 nafar sportchilar qamrab olindi. Sport maktabi sportchilari 2025-yildan hozirgi kunga qadar viloyat miqyosida sport musobaqalarida jami 14 ta sport turlaridan 292 nafar sportchi ishtirok etib, 95 ta medallarni qo'lga kiritishga erishildi. Respublika miqyosida 2025-yil sport musobaqalarida esa 7 ta sport turlaridan 70 nafar sport maktab shug'ullanuvchilari ishtirok etib, jami 20 ta medallarni qo'lga kiritishgan. O'zbekiston Respublikasi terma jamoalarining asosiy va zaxira a'zolari tarkibiga sport maktabining shug'ullanuvchilaridan 22 nafarlari saralab olishga erishilgan. Qisqacha ma'lumotlarim mana shundan iborat. E'tiborlaringiz uchun rahmat.